Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli kırındaşlar. Allah'ın güzel selamı, rahmeti, mağfireti hemimizge olsun. Hürmetli kırındaşlar, bugün bir ciddi şekilde bir program işleşini layık tuttuk. Çünkü bizge kelgen uçurulda hemimiz körevatimiz, başka bir BBC'nin olsun, yoki bo'lmasa vatandan kelayotgan ba'zi bir uçurulda Xitoy tajovuzlarining ciddi şekilde bir şu ceza lageri meselesinin gün tertip kelip nurgulluğun meyli Avrupa'dan BDT-deki münasebetli kişilerinin teşhir ümkünün kiriş olsun, meyli BBC okşaş çoğun muşunda akbarat vasıtlarının muhbirlarının uyaga kirip teşhir elip beriş olsun. Bu cihetteki besimlerine taqabıl turuş için yanılan merhil şekilde ilimi kirişilti vatkallığı o'ttirdi qarindoshlar. Mana tungi BBC'ning yo'llagan xabarida Xitoy tajovuzchilarininki shu keldigan muxbirligiga bir şekilde yana aşağıda mayli usul sınıfı olsun, mayli resim sınıfı veya şekilde qararlik ketip bardı, kelyapti degan o'xshash şekilde yağıllardan ketkizib olgan bir nimani meydanına hazırlap bir şekilde kılıvatkallığı ma'lum. Onundan vatandan kelyaptgan uçuruldu mu? 12 saat haftada bir günning 12 saatini uyda o'tkazishga qo'yib berayotgan xabari kelayotganligi xeli uzun bo'lgan qarindoshlar. Chunki Shuhrat Zokir bu Xitoyning 3-oylik siyosiy yig'inida o'tirib qo'yganda bir turkum kishilarni qo'yib beramiz degan nimasiga asosan bu şekilde ilayotgan bir qadamining bugungi kunda Mao mayli Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, mayli Avrupa olsun, mayli başka yerden kelayotgan muxbirlarni aldash şeklinde ilib berayotgan bir uyon ekanligi, ilim mikir ekanligi o'tirdi qarindoshlar. Bu qo'yib berayotgan kishilar asl tilda gunohsiz, asl tilda bir şekilde bir jinoyat sodir qilib boqmagan. Aynan shu xabarlarni ko'rishinglarda sizlar nima jinoyat bilan kirganinglar desa, mening kallamda bir aşqulluq var, bir xatolik var dedi. O kalladagi aşqulluq, xatolik o lagerda düzümüzümü bir şekilde terbiyeleş usulları var. Hem de Xitoyning nima uchun lagerda bunday qilayotganligi hammamizga ma'lum. Bir Uyg'urlarni tüptün yo'q qilib etish. Biz izchil turda deyotgan gapimiz bu lager faqat bir şekildeki bir vasıta, bir aşqulluq ideyasi degan yolg'on tashviqotning ustiga narsa. Bizda va Sharq Turkiston xalqida unda aşqun ideyalik hech qanday narsa yo'q. Faqat Xitoy bizni tüptün yo'q qilib etish uchun bir şekilde ilib berayotgan hareketi. Bu mayli biz deyotgan o'xshash mayli bizni turkumlarga ayirib başta dinni sadiki olim ulamolarimizni, taliblarimiz yo'qotgan bo'lsa, keyin boylarimizni, iqtisod egillarini yo'qotgan bo'lsa, ana kendin tabiiy fan olimlarimiz olsun, ziyolilarimiz olsun, adiblarimiz olsun, artistlarimiz yo'qotgan bo'lsa, oxirigacha mushu 200'limici kadr degan şekilde mushu Xitoyning o'ziga hukumat o'rinlari ishlayotgan Uyg'ur kadrlarini bir şekilde nimaga elib bularni yo'q qilayotganligi hammamizga ayon. Shuning uchun Xitoy har xil şekilde darajaga bo'lib bizni yo'qotish siyosatini davomlashtirib kelyapti. Bugun biz uchrayotgan narsa qandaqdir bir şekildeki bir siyosetning bir davolg'ishi yoki bo'lmasa 100 kunlik zarba berish va yoki u bu deganga o'xshash shakldagi narsa emas. Bu daqsi Xitoyning butunlay Uyg'urni mushu yo'q qilib o'tish. Qolgan bir turkum qeri-cho'ri va kichik o'zimizning farzandlarini cho'sin mingisini yuvib faqatlam Xitoy qilib o'tish. Ya'ni Uyg'ur degan shaklida Uyg'ur, ammo uning jismida Uyg'urlikni Sharq Turkistonini yo'q qilib o'tish shaklida ilib berayotgan harakat. Buning uchun biz bu harakatning Xitoyning maqsadini, Xitoyning yetmoqchi bo'lgan nishonlarini aniq bilishimiz kerak. Buni aniq tushunishimiz kerak. Qandaqdir bizning undidor bilan yoqimiz bir vositalar bilan bir o'zimizning bir parcha tuqqanlarimiz bilan, bir qism tuqqanlarimiz bilan aloqalashib qo'yganligimiz bizni xotirjam qilyapti qarindoshlar. U bizni turkumga, Yevropadagi Uyg'urlarni bir turkum, Turkiyadagi Uyg'urlarni bir turkum, Amerikadagi bir turkum, Kanadadagi bir turkum qilish shaklida yo'q qilayotganligi hozir o'tirdi qarindoshlar. Aldavada Yevropadagi bir turkum qarindoshlarımızın ündidarlarını, Avustralyadagi bir turkum qarindoshlarimiz ündidarlarini ichib so'zlashib qolsanglar,
Xotirjam bo'lib ketamiz. Bizning urug'larimiz xotirjam ekan, ham mushlar xotirjam o'tib ketadi deb o'ylab qolmanglar. O'ylab qolmanglar. Ma Bijturkum chet eldagi urug' tuqquni yo'q, aloqasi yo'q, hech nimasi yo'q, qarindoshlarimizni yo'qitib bo'lgandan keyin anandan keyin talto'kis sizning urug' tuqqanlaringiz keladi. O vaqtda Allohu akbar deb qolsangiz kechikkan bo'lsin. Xuddi 2016-yilda bizga boshda qanday bo'ldi? Uning oldidan zarb berib kelayotgan nimasini kuchaytgan bo'ldi. 2016-9-yilda boshlamchi bizning diniy ulamo olimlarimizni yo'qotdi. Anandan keyin cho talibni yo'qotdi. Anandan keyin cho ijoblandi u bu deb qiz ayollarimizni turmaga olgan bo'ldi. Anandan keyin cho deganda ixtisos boy korxonchilarimiz bizni hech nima qilmaydi. Biz Xitoy bilan sodlashyapmiz. Aqlay deganning hammani cho turmaga tashladi qarindashlar. Mol mulklarini musodir qilyapti. Biz bu oldimizdagi 2 yilning oldidagi Xitoyning bizga o'yinini unutib qolmaydi. Bugungi kunda 2016-yil 2017-yil 7-oydan burun Misrdagi qarindoshlarimizning oila tavobitlariga, Misrdagi balvaqlarga vatanda turg'izib telefon urib, chaqan yenib kelinglar, yenib kelmasang meni so'rab dedi ekan, aql degan ko'p qil degan deb ota-onasiga majburiy telefon urib, kelgan qarindoshlarimizni ozg'ini kelib 20 yil, 10 yil, 15 yil kesib bo'ldi. Bugun yana Turkiyada o'qiyotgan qarindoshlarimiz oldingi kun kelgan uchurda o'qiyotgan qarindoshlarimiz oldingi yillarmi qilgan bu yil yana 2019-yilda maktab pul topshirgan kinishkingizni, pul topshirgan taloningizni, o'zingizning o'quvchilik kinishkisini ham maktabning oldida u yerda turib rasm tushib, bizga avating deb undidarda besim qilayotganligi qo'lqimizga keldi qarindoshlar. Demak, mushtaq shaklda besim qilsa biz buningga o'zimizning urug' tuqqanlarini, ya'ni urug' tuqqanlarini go'rogab turib, hattoki urug' tuqqanlarini yanada uyda saqchini nechisi turib, dadasiga, anasiga telefon urib bolalarga, sen mana qilmasang olmaydi ekan, bizga pasportni qaytarib berdi ekan, biz ma'lum vaqtga yanada chiqishimiz mumkin degan shaklda bechoraligi besim qilib turib, bolalarni aldayotganligi narsalar o'tirdi. Biz mayli o'quvchilar bo'lsin, mayli Yevropada, mayli dunyoning har qaysi yashayotgan Uyg'urlar bunda aldam xaltaga tushmaydi. Biz aldam xaltaga tushib kelgan kunimiz mana ma'vo. Bugun xor va zabulliqda yashayapmiz. Chunki biz aldanganligimiz uchun yashayapmiz buni. Biz ash dushmanning gapiga ishonganligimiz uchun bizni shu urug'larimizni go'rogilib, bizning qarindoshlarimizni go'rogab turib, telefon o'g'atdi chigantoq nima bo'ldik? Ash urug'larimiz bilan birga turmida yatdik. Endi bugungi kunda ayada rasm tushib, evet, beshandagi yolliqni elitib, evet, pul to'lgan talonini, evet, biz jiddiy rasmiyat kerak, men tuqqaning bilan xotirjam so'zlasang bo'ladi deb manda suiqasd qilsa uning hamoqi deb aldanib, u narsani oshkorlamasak, u Xitoyning shunday qilayotgan narsalarni o'tirib atmasak, axborot vositalarini oshkorlamasak, Xitoy qanday besim qila olamiz? Sizlar sizni bilgan shunday deb oldida. Keyin mangulik aminlikka erisha oldingizmi? Sizni aldab bo'lgandan keyin sizning keragingiz qolmagan qanday qildi? Yana urug'ni qoldiringiz, yana turmaga kirib ketdi. Bugun 12 soat qo'yib beryapti. 12 soatdan keyin yana ekir ketib bordi qarindoshlar. Mana unutmang. 12 soat qo'yib berasiz, faqat mishaga kelgan, mishaga Sharq Turkistonga berayotgan o'maklarni aldash, tekshirish o'maklarini aldash va yoki shu axborot vositalarini aldash. Mushu uchun qilayotgan bir o'yin. Uningdan boshqa narsa emas qarindoshlar. Buning uchun biz bu narsadagi bu o'yinlarning, bu Xitoylarning bu hilmikarligiga tushib ketmaylik. Bugun urug'larimizni xotirjamligini ko'rishtirib qo'ysa, ha bo'ldi deb davoda yantilib qolgan. Bugun qo'yib bersa, ha ma'qul deydigan unda ishni qilmang. Xitoy vaqtli qo'yib beryapti. Bugun sizning mushda vaqtli qo'yib berishga qilgan natijangiz nima bo'ldi deganda sizning mush namoyishlik izchil turga chiqqanligingiz, Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'targanligingiz, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun ovoz qo'shanligingiz, tuqqanlarimni qo'yib ber deb ekran oldida guvohlik berganligining natijasi. Bugun 10 ming odam o'tirib chiqib muhojiratda Sharq Turkistondagi shu xalqimizni qutuldirish uchun, necha million xalqimizni qutuldirish uchun harakat qilyapti. Agar muhojiratga million odam o'rnidan dast olgan bo'lsa, Sharq Turkistondan vatanimizni qo'limizga ola oldik. Bugun sizning shu mening urug'larimga chiqilmadi. Mening urug'larimni ko'rishtiryapti. Voy, men oshkorlasam mening tuqqanlarimni zarbi yeb ketdi. Mening tuqqanlarimni tutqun qilib ketdi. Mening tuqqanlarim telefonimni hay dedi. Apam meni aralashim dedi. Apam sen mening bergan sutimga razı olmaymi dedi, namoyish qilsang, sen panohlik qilsang razı olmaymi dedi deb mujda o'zimiz aldab kelyapmiz.
U vatanning ichidagilar rozi bo'lmaymi balam? Sen Xitoyga qarshi o'q atma, Xitoyga qarshi harakat qilma demay, nima deydimda? Balam Qur'onni ol. Xitoyga qarshi at. Xitoyga qarshi hujumni boshla. Ishonmon qo'lingni bayrog'ingni ko'tarib, namoyish qilchiq diyalamda. Diyemmaydi qarindoshlar. Ularning deyish imkoniyati yo'q. Uning qalbida shunda diyalisi, digidiksi bo'lsa-mu, ammo diyemmaydi qarindoshlar. Shuning uchun biz shu yerdagi ahvolni aniq tunishimiz kerak. Xitoyning bir o'ynayotgan o'yinni aniq tunishimiz kerak. Buning qarshi texmi kuchli shaklda harakat elib berishimiz imkoniyatimiz yetgan shaklda fidokorlik qilishimiz kerak. Vaqtimizni, iqtisodimizni, butun zikrimizni Xitoyga qarshi harakatlarga elib berishga sarf qilishimiz kerak. Bu yerda Xitoyning voy deb mituqimizni telefonni ko'rsatib qo'yganga, voy deb rasm uchish, ayada rasm uchman, evet, mana talonini evet, uni qiladi, buni evet bersak, biz Xitoyning tikosiga bir tushdikmi, ikkinchi qitim yana tushdi. Xitoyga munofiqlik qilayotgan, Xitoyga $1000 $2000 ishlayotganning hammasi bir qitim tikosiga tushib ketib, keyin chiqolmaganlar. Anın deyin, mana demisang, mana deb berma, mana oshkorlab etma, sening mujohidlaring kallangni elib etadi, aql etadi, ko'p qilib qo'rqib yurib, Xitoyga g'alchilik qilib, g'alchilikni davomlashtiradi. Iqtisodni o'zi tartib ishlashni, jafo qilishni chekinib, qanday deganda Xitoyning $1000, $2000 o'zining qarindoshlarining uchurlarini setib, shuning bedeliga yashayapti. Bunda yaşaganlar bizni bilmeydi, biz ölmeymiz, biz muşta Xitayning tikosi bilan yaşap ketimiz deb qolma. Xitoy mengülik bo'lamaydi. Xitoy Allah xolisa cho'qim halok bo'ladi, cho'qim Sharq Turkiston mustaqilligini oldi. Shu vaqtda qaysi yuzingiz bilan borasiz vataningizga? Qaysi yuzingiz bilan men maishni qilgandim, mana maishni qilgan, mana rasmim mavi, men namoyish chiqardim, mana namoyishni men sizlar uchun ish bo'lmaganda bir ovoz qilgandim, sizlar uchun bir maqola yozgandim, ish bo'lmaganda men xabarni tarqatgandim. Deyalasiz qaysi yuzingiz bilan? Apamanda deganda, dadamanda deganda deb Yevropada yashab, Yevropaning pasportini olib, ya'ni beshingizni ishingizga tukilib yashab yursangiz qanday yuz kelalaysiz shu urug' tuqqaningizga? Mush Yevropadagi ba'zi qarindoshlarimiz Xitoy tilini turib, namoyish chiqma, ani qilma, mani qilma desa, ma'qul deydi ekansizlar. Qanday vijdon uning ma'qul deydigan? Sen kim o? Sen kimga tilni uryapsan? Ba'zi qarindoshlarimiz tilni uribdi. Ba'zi bexatarlik Xitoyning hamsharining tilni urib, ani qilma, mani qilma deb uning tegishli jazosini beribdi. Alloh razı olsun. Shunday tegishli jazosini berishimiz kerak. Sen kim o? Sen nerede büyüttün? Nimi deysen? Urus tuqqanlarimni akirib olding, menga besim qilgan sen kim o sen? Men qaysi davlatda yashayapman? Men davlatning qonuniga men rioya qilib yashayapman. Sen meni undan bundan qilsaydigan sen kimdan? Deyalishimiz kerak qardosh. Deyalgan vaqtida dushmandan g'olib kela olamiz. Qancha dushman oldida tugilib, shuncha qo'rqib, shuncha muksiyib tursak, Xitoy deseydi magina. Birle desep razı olmaydı, desep üttürüp etkisi deseydi. Xitoyning alayligi bu. Xitoy qancha qo'rqqani shuncha desep üttürüp yo'q qilib yetami deydi. Shunda Xitoy qarshilik qilgangacha, nima deysa deb oldiga ish bo'lmadi, ish bir tashni deb otgangacha g'azab qo'rqadi. Bugungi kunda Amerikaning besimi va Amerikaning iqtisodiy besimi, siyosiy besimi Xitoyni mukchaytiryapti. Xitoyni qo'rqityapti. Bugünkidek dünyanın komünizmini süpürüp taşlaymiz. Sosyalizm degen narsani yo'qtimiz. Va Xitoyni komünizm ideyasini paçaklaymiz deb bugünkide Şangdangda 2 milyon xalq o'rnidan turib Xitoyga qarshi harakat qilayotgan, Xitoyga qarshi o'zi mustaqil turib, mustaqil ideologiyada turib kelajak uchun harakat qilayotgan bedel to'ladi ya Xitoylar. O'tirib chiqib necha kun bo'ldi namoyish qilib, shu o'zining vaqtini, zikrini qilib Xitoyni iş olmadı, aşk kanunun iş olmadı, vaxtlık toxutda aldı. Bu nimeden degende aşk 2 milyon adamның, neçə milyon adamның koçuğa çıkışı, vaqırışı, aşk közüge laz çatsımı, toxmaqla usumuçu, şu tayaqqa çidab, şunun qarşı hərəkət qıla alğanlığıdan boldu. Siz bilemiz Avropada, Amerikada uya bu yerdə yaşap turub, Avropa uya bu yerning pasportunu əp turub, yəni qo'rqab, tügülüb, Xitoy bijimi deb qalamik, anıqıb ketəm, manıqıb ketəm deb yazsaq, qo'rqqan uchun Xitoy desep o'ttiribdi. Xitoy ashuna har xil tahdidni, har xil talabni, har xil nimani qilib vayron qilib o'tadi. Uning uchun biz
Dünyada vaqtli yaşaymiz qarindoshlar. Biz bu o'tib ketib boramiz bu dunyodan. Biz bu dangdek yerda yashayapmiz. Ketimiz vaqtli. Ya qanchalik ömrimiz var Allah bilguchi. Lekin hamon ketimiz Allohning dargohiga. Ketishdan burun dunyodagi bugungi bu sinoqda Sharq Turkiston xalqining beshi qilayotgan bu musibatda biz qanchalik o'rinni egallay olamiz? Biz qanday tura olamiz? Biz musibatga qanday buni kuchga aylantirib Xitoyga qarshi qanday harakat qila olamiz? Dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari. Bunga qarshi qanday harakat qila olamiz? Bizning ideologiyamiz, asosimiz dinimiz islom, millatimiz Uyg'ur, vatanimiz Sharq Turkiston, dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari degan bu ideologiya asosini o'zimizga qurol qilib turib, buni kuch qilib turib, Xitoyga qarshi qanday harakat qila olamiz? Qanday vaqtimizni, qanday zehnimizni qila olamiz? Oldimizda mana 7-oyning 5-kuni Urumchi qirg'inchiligining 10 yilligi kelyapti. Bu namoyish qanchalik qatnasha olamiz? Qanchamiz buning tayyorlik qila oldik? Oldimizda 24-yillar Janvada Erkin Tunyaz Qorchoq Abdudum muavin raisga u kelamish, u kelib yana bizga o'xshash shu nima deyki jazo lageriga nisbatan Uyg'urlarga vakolatan ashaddiy guvohlik beramiz. Bu Xitoyning bir o'yini. Buni bichit qilish uchun dunyo urfida chaqiriq qildi. 24-yillar Janvariga imkoniyati bor qarindoshlarimizni shu yerga berib, Xitoy tajovuzning bu rezil ilmikirini pash qilish uchun bu yerda namoyish qilish to'g'riliq chaqiriq qildi. Bu chaqiriq qanchaligimiz ovoz qo'sha olamiz qarindoshlar. Demek, muşundaq yerlarga vaqt-vaqtida boraligimizda, shu bedelni to'laganligimizda, andan keyin qarindoshlarimiz yuz kela olamiz. Vatanimizga yuz kela olamiz. Vatanimizni qutuldira olamiz. Og'zimizni quruq, deb mustaqillik kaltini ko'tarib olib, kim qilsa beshi bo'lgan bilan hal bo'lmaydi ishimiz. Shu harakat bilan, shu millat uchun bedel to'lagan vaqtida, shu degan yerga boraligan vaqtida, shu degan pulni beradigan vaqtida, andan keyin men millatni qutuldig'ili bo'ladi. Men vatanni qutuldig'ili bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, oxir deydiganim Xitoyning mandaq shakldagi mayli telefon bersin, mayli undidorda nima qilsin, ayda rasm tushish, ma'ni qil, ani qil deydigan mandaq nima gap. Bularmi o'quvchilar, maktabda o'qiyotgan o'quvchilar, dunyoning har qaysi yerlarida o'qiyotgan har xil shakldagi o'quvchilarni yanilam nishon qilib, bular hujum boshlaganligi o'tirdi qarindoshlar. Bu o'yinib bo'lgan o'yinga yana qayta tushmayli. Biz Xitoy urug'-tuqqanlarimizning beshiga tapancha tanlaylik. Ular go'ro'da, ularni qanday his qilib yurdi? Biz sukut tutug'imiz ularga ziyonkashlik qilganimiz. Biz ketimiz bu dunyodan. Qanday yashab olsin ketimiz. Lekin kelajak avlodlarimiz aşı vatanning egillari bo'lgan bizning avlodlarimiz uchun u vatan saqlasin. U vatanga biz bedel to'lab, biz qinimiz, jinimiz, milimiz bilan bedel to'lab u vatanni apirli, uni xotirjam yassin. Onun uchun bugungi kunda bizning urug'-tuqqanlarimiz go'ro'ga ilib olgan bilan u shaklda uni etib qilib etim degan bizni aldab-saldab, mayli ulig'i ma'qul deb birli, ya'ni o'xshash turmga kirib ketdi qarindoshlar. Aşı ma'qul deganning tuqqunni atdiganda ko'rsatgan bo'lsa, oqshomda kirib ketganligini anladik qarindoshlar. Xitoyning yolg'onchiligini mandaq shaklda tushunli. Xitoylar hech qachon gapib turmaydi. 70 yilning yog'i bizni aldab kelyapti, buniki ham aldaydi. Shuning uchun bu Xitoy bilan biz ada-juda bo'lishimiz kerak. Vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirmoqchi bizga aminlik bo'lmaydi, bizga xotirjamlik bo'lmaydi. Uning uchun Xitoyning har xil shakldagi, mening urug'-tuqqanlarimni qo'yib bergan taqdirda men bu yerda mustahkam turman, chekinmayman degan shaklda mang'algan vaqtimizda aniga g'alaba qo'lga keladi. Unda bo'lgan vaqtida u mening tuqqanlarimni qo'yib bersa, madavada men chekinman, u shaklda bo'lsa bunu üstürüp etken olmaz. Biz bedel to'lab ketishimiz mumkin, biz ziyon tortishimiz mumkin, ammo kelajak uchun yaxshi bir muhit, yaxshi bir mustaqil bo'lgan bir davlatimizni qo'yib ketishimiz mumkin. Bizning eng oxirgi tanlashimiz, eng oxirgi fursatimiz bu qarindoshlar. Biz tarixiy burilish nuqtasida turyapmiz. Allohning izni bilan, Alloh xolisa bu mustaqilligimizni qo'limizga olamiz, vatanimizni qo'limizga olamiz. Buning uchun fidokorlikni, buning uchun her narsamizni o'tirib qo'yib, buni jasur maydonga chiqishimizni talab qilyapti. Qandaqdir bizni sukutni, qandaqdir bizni Xitoyning oldin qolib tushishini talab qilmadi. Bu bir nuqtada biz bedel to'lagan vaqtimizda, shu Xitoy qarshi amaliy shaklda o'rnimizni dastur olgan vaqtimizda bu g'alaba bizga keladi. G'alaba uyda o'tirib qilganligiga, yoki zirik qilib to'pni gap qilganligiga, Facebookda, WhatsAppda kelmaydi qo'lga. Amaliy o'rnimizdan turib harakat qila olgan vaqtimizda andan keyin qo'lga keldi natija. Shuning uchun Xitoy tajovuzlarining har xil shakldagi ilmiy hech qachon bo'yin egmayli, aldanmayli. Har xil shaklda qilayotgan ishlari sezgir bo'layli. Buning uchun shaklda buning oldini oladigan, hech bo'lma deganda qarshi turamiz, mudofiyada alohida tura oladigan shaklda harakat qilaylik qarindoshlar.
Şonuň üçin wagt münasibeti bilen gepimni şeýle ahyrlaşdyrmaýan. Gepimniň togry ýerlerini kabul kılanyň, hata ýerleri hep galsyn. Hemmeňizni Janaby Allaha tapşyryp, assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.